Bitta 10 kunlik $4000 kompyuterni ishini qilib beradi. Men javob beraman, 90% odam bu narsani bilmaydi. Hech qaysi bir usta etmaydigan taqiqlangan uslub, ustalarning bitta siri bor. O'rgataymi? Yana Tracker, yana Onyx. Mощность двигатель ограничена xatoligi tabloda chiqdi, chek yondi. Mashina tortmayapti yoki umuman o't olmayapti. Servisga qanaqa qilib yetib olasiz? Evakuator chaqirish kerak deb o'ylayapsizmi? Shoshmay turing, bitta qo'l bola yo'li bor. Bitta 10 kunlik $4000 kompyuterni ishini qilib beradi. Siz o'zingiz uy sharoitida vaqtinchalik xatolikni maxsus kompyutersiz zbros qilsangiz bo'ladi. Mashinani to'liq o'chirasiz, kapotni ochib, bitta 10 kunlik bilan akkumulyator minusini bo'shatamiz. Minus bo'shatgandan keyin plusga olib kelib 10 sekund ushlab turamiz. Shunda tizim o'zini-o'zi xatoliklardan tozalaydi, adaptatsiya stok holatiga qaytadi. Agar bu variant ish bermasa, ikkinchi variant akkumulyatorni to'liq 10 minut uzib qo'ysangiz, aniq muammongiz hal bo'ladi. Bu sizga servisga yetib kelishingizga yetarli bo'ladi. Servisga yetib borib, muammoning asl sababini hal qilsangiz bo'ladi. Bu videoni usta akalarga jo'natib yurmanglar. Shundoq ham meni yomon ko'rishadi. Aytgancha, bu muammoning asl sabablari haqida bir nechta video qilganmiz, lentaga o'tib ko'rsangiz bo'ladi.